Liklarni mag'lub etishda qiynalishingiz mumkin. Olreyo'ning eng kuchli jihati. Chempionat Aziya sayti jurnalisti Abdulvosit Bektemirov O'zbekiston terma jamoasining Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi o'yini oldidan mahalliy sport jurnalisti Jon Makley bilan suhbatlashdi. Biz sizlarga ularni o'qib eshittiramiz. Salom Jon, siz bilan yana ko'rishib turganimdan juda xursandman. Salom do'stim, Dubayga xush kelibsan. Futbol mavzusiga to'xtalsak, Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasining hozirgi holati qanday baholaysiz? Yakundagi ro'y bergan murabbiylar